jinsiy a'zolar tuxumchalari o'zini o'rnidami yo'qmi? Tashqi chiqaruv siydik teshigi joyidami yo'qmi? Buni bilishlik, keyin tagliklar. Pampers deymiz-ku, hozirgi kunda juda ko'pchilik foydalanib turgan bo'lsa ham, buni ham mutaxassis sifatida biz aytishimiz kerak. Kelgan zarari ularni uzoq vaqt ushlab turish. Masalan, ertalab kiygizdirdi, kechqurun. Xatna haqida ham juda ko'p savol berishadi. Necha yoshda qildiray? Tug'ilgandan keyin 7 kunda qildiraymi? Endi erkaklarda 0 dan 11 yoshgacha bo'lgan davrda qanday yondashish kerak? Bu shu joylar juda ham muhim. Qaranglar, chaqaloqlik davrida jinsiy a'zolarni ko'zdan kechirib, yana o'sha aytib o'tyapman, androlog bo'lganligimiz uchun jinsiy a'zolar tuxumchalari o'zini o'rnidami yo'qmi? Tashqi chiqaruv siydik teshigi joyidami yo'qmi? Buni bilishlik, bunga e'tibor berishlik ota-onaning vazifasi hisoblanadi. Shuning uchun 2 yoshgacha bo'lgan bemorlarda mana tuxumni o'z joyiga tushmasligini erta aniqlab, kelajakda sog'lom erkak bo'lib yetishishi uchun fundamenti o'g'il bolalarga shu yoshdan qo'yiladi. Keyin tagliklar, pampers deymiz-ku, hozirgi kunda juda ko'pchilik foydalanib turgan bo'lsa ham, buni ham mutaxassis sifatida biz aytishimiz kerak. Kelgan hammaga aytamiz, lekin hammaga yetkazib olmaymiz. Shuning uchun hozir sizlarga aytamiz, sun'iy tagliklarni zarari ularni uzoq vaqt ushlab turish. Masalan, ertalab kiygizdirdi, kechqurun. Bunda ziyon. Chunki hali gormonal o'zgarish bo'lmaganligi uchun moyaklarda gormonlar izdan chiqib, etidan keyin bepusht bo'lib qoladi degan gap yo'q. Faqat uzoq vaqt turish, tez-tez yangilamaslik, almashtirmaslik ziyon keltiradi. Safarga chiqyapsiz, yo'lda 2 soat Farg'onadan Qo'qonga, Toshkentga boryapsiz, bunda kiygizdirishlik to'g'ri. Lekin uni ertalab kiygizdirdingiz, ketdingiz, shu bilan xuftongacha yechmadingiz, bu ziyon. Shuning uchun bunga e'tibor berish kerak bo'ladi ota-onalar. Xatna haqida ham juda ko'p savol berishadi. Necha yoshda qildiray? Tug'ilgandan keyin 7 kunda qildiraymi? deydi. Eng optimal yosh tibbiy ilmiy jihatdan bu 3 yosh. Bu ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Buning ham sababi o'g'il bolani psixologiyasiga zarar bermaydigan eng optimal yosh 3 yosh. Undan katta bo'lsa, uni ham maqolalarda gapi, betga sig'magancha aytmadim. Erkaklarda meni jonimga ozor berdi deb katta bo'lganda shuni kesgan odamga nisbatan adovat paydo bo'lib qolar ekan. 5 yosh, 7 yosh bo'lsa, o'sha dunyoni onglab farqlashni boshlagan bo'ladi-da. Shuning uchun 3 yoshda bo'lganlar esdan chiqib ketadi. Chiroyli nima qiladi? Shuning uchun buni yoshini ham bilish kerak va kiyimlarda sintetik tor kiyimlar har yoshda saqlanish kerak bo'ladi.